أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، بugün o'qiydigan darsimizning temasi Muassisud Davlatil Islamiyya. İslam devletinin kurgucusu. Bu makalni mashhur yozuvchilardan Abbas Laqqat degan bir yozuvchi bor. Shuningki, Abqariyat Umar degan mashhur asardan qisqartib olishimiz mumkin. تأسست الدولة الإسلامية في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. İslam devleti Abu Bakr radıyallahu anh'ın xilafeti devrinde kurulgandı. Aslında İslam devletini Resulullah Medine'ye hicret kılgandan keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurgan. Tamam. Lekin bu kurulgan devlet ki taştı xavflardan dahi to'liq xotirjam bo'lib, uni mustahkam qo'llanmagan uchun Arab yarim orolini bo'ysundirib, tinchitib, islomni shaga taqib Resulullah o'rinda bo'lganligidan olim bergan. Keyin ondan Abu Bakr davomlashtirgan. Ondan keyin Umar. Abu Bakrning xilofati davrida islom davlati qurildi dedi. لأنه وطد العقيدة وسير البعوث. Çünkü Abu Bakr radıyallahu anhu akidini müstakemledi. Vattadı diyen müstakemledi diyen bu. وسير البعوث. Koşullarını evetti. Ba'uth diyen evetleyen kişi. Şu an Mısır'da mı? Medine'til Ba'uth deyimiz. Murakabatil Ba'uth deyimiz. Yani el-Vafidin deyimiz. Yani başka devletten evetleyen okuvcular yani. Eğer türlü koşun, ömek, müzmelleşlerini ivertti demiş. Mağdudu diye seyyarat yani. فَشَرَعَ السُنَّةَ الصَّالِحَةَ فِي تَوْطِيدِ الْعَقِيدَةِ بَيْنَ الْعَرَبِ بِمَا صَنَعَهُ فِي حَرْبِ الرِّدَّةِ. حَرْبِ الرِّدَّةِ diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat olup etkenliği killam Araplarının İslam'ını kabul kılınmayan bir kısmı açıda mürted olup etken. Bazı zekat vermeyi turvagan, bazısı mürted olup etken. Zekat vermeyi turvaganlarımı bir kıl mürted altı olgan. Şundan şu mürtedliğinden uruş kıygan Hazreti Ebu Bekir. Şu uruşlarda kıygan hizmetleri olan Arapların arasında İslam akidesini müstahkem tikleşte nahayete yakşı obdan yol tutkan tereydi. وشرع السنة الصالحة في تأمين الدولة من أعدائها. Yani devletni düşmanlardan bir xatar qilish yo'lida yaxshi yo'l tutgan. Qanday qilib desa, bitasyiril ba'uti va fathil futuh. Lashkarlarni mangdirish va futuhatlarni qilish orqali. وكان له السبق على خلفاء الإسلام في هذين العملين الجليلين. Muşu katta işte Hazreti Ebu Bakır'ın İslam halifelerinin aldığı turduğanlığı bari. Yani Hazreti Ebu Bakır muşu iki son işte baş halifelerinin aldığı turdu. İlla ennena nusemmi Umar'a muassisan lid-devletil İslamiyeti bima'nan ahar. Gayri ma'na sebaki fi a'mal-i khilafa. Lekin bu xalifelik işlerde oldin o'rinda turish deganni biz uni hozir hisoblamay, boshqa bir ma'noni, boshqa bir tarafdan aytilgan bo'lsak, Umar roziyallohu anhuni biz islom davlatining haqiqiy qurg'uvchisi deb qaraymiz. Rasululloh Madinada islom davlati qurdi. Yahudiylar bilan boshqa qabilalar bilan boshqa davlatlar bilan kelishim to'xtamnoma tuzdi, al-Sivat nama maktubatda. Lekin bu davlat daha yangi maysida kimdir? Yangidan tiklangan raus xotirjam bo'lmagan davlatda Abu Bakr mustahkamlab uni tahim xotirjam qildi. Hamda boshqa tarafdan tahlil qilib aytilgan bo'lsak, Hazrat Umar islom davlatining haqiqiy qurg'uvchisi hisoblanadi. لأننا لا نجد مكانا في التاريخ أليق به من مكان المؤسسين للدول الأعظم. Çünkü Hazrat Umar'ın izini bağlayan bo'lsak, onunla yani tarihteki bir ürün bildiğin bolsak, şu çok katta devletlerinin kuruluşçuları katarının ürün vermeye dedim. Bundan başka ürün tapamayımız yine yani şu
katta davlatlarning qurg'uvchilari qatoridan o'rin chiqdi. ولأن من جهة أخرى لا نربط بين التأسيس وولاية الخلافة في إقامة دولة كالدولة الإسلامية. يعني برتربطن إلبساق biz bu davlatni qurish degan bu ayrim masala. Ondan xalifalash, islom davlatida bir davlatni tiklashda xalifalash boshiga qurish boshiga deb ikkisini unda cheda olmaymiz. Balki bu xalifa bo'lmasmi qurishga asqatgan bo'lishi mumkin. Tamam? إذ الشأن الأول فيها للعقيدة التي تقوم عليها. Çünkü İslam devleti diyende bu en aldın örüntülüğe iş kaysa İslam devleti üstü kurulgan akide. Şu mühim değil. En mühim iş şu değil. وَلَيْسَ لِلْتَوَسُّعَ فِي الْغَزَوَاتِ وَالْفُتُوحِ. Gazap kılıp, başka zeminlerine fatih kılıp, devletinin teritoriyasını kenayetiş bu mühim olmaz. Tevassu deyen kenayetiş. وعمر كان على نحو من الأنحاء مؤسسا لدولة الإسلام قبل ولايته الخلافة بسنين. Malum tarafından aytsak Ömer xalifalaşdan ilgiri, necha yil ilgiri islom davlatining qurg'uvchisi bo'lib bo'lgan edi. Ya boshqa dalillanadi. Hadisi normal tahlil emas, balki muassisan laha mundu aslam. Balki o musulmon bo'lgandan tartiblan islom davlatining qurg'uvchisi qatoridan İslam devletini kuruşta qatnashganlar, to'p qo'shganlar. Fajahara bi da'vatil islam. Mana başta musulmon bo'lgancha bilan Mekkada musulmonlar shunda aziyat ushrab, mushriklarning besimida, ojiz holatda oshkora bir diniy faoliyatni qilmagan chog'da Hazrat Umar shu Ka'baning qishgan shuni maydoni ashyaga chiqib islom faoliyatini uch jakalgan. Ve adanihi degan ishlardan e'lon qilgan edi. Adani. Biz namozda qo'llaygan emas, adan degan i'lon edi. Tashviq qilgan, jakalgan. Demak, islom chaqirdi, islom tashviqotini ullik ashada to'lg'anda va a'azzaha bi haybatihi va anfuanihi. Islomni o'zining sur haybati bilan va yoshlik jasorat bilan, jushqunlik bilan kuchlantirgan. Yani şu çağın tartib İslam küçüyüp ondan keyin davlat qurulgan bo'lsa, başta kuch chiqarganlik bilan bunda qurulgan bo'ldi. Davomga Umar shu burun musulmon bo'lgan chağın tartib islom davlatini qurishga to'pisi qilib qo'ygan. Va kana muassisan laha yawma basata yadahu ila Abi Bakr fabay'ahu bil khilafa. Yana taqa Rasululloh fatolab ketgan chog'da Hazrat Abu Bakr xalifalandi yoki boshqa sahoba xalifalandi sahobaning o'tirdi, sal talashtarch paydo bo'lgan chog'da Hazrat Umar g'archida Abu Bakrning qo'lini tutib mana bay'at qildim deb hammalar shunga erishib bay'at talashtarchni tugagan. Shu chog'da islom davlatini qurib qo'ygan bu. وحسم الفتنة التي أوشكت أن تعصف بأركانها. أركانها ديانا شو إسلام دولتنك أولى يا خلافتنا أولى دسك إسلام دولتنا تجدن يختلطان كمرتغان تعصف ديان يختلطان تشتغان جدال يا كي فتنة برطرف قلبته يا كالتكس يختلطان حسم ديان شاوي يختلطان. وكان مؤسسا لها يوم أشار على أبي بكر بجمع القرآن. Hazrat Abu Bakr xalifa chog'da Hazrat Umar o'sha Qur'onni turli sahifalarda, turli narsalarda yozib qoldirilgan. Keyin bu zayo'la ketishdan ansirayman, shuna Qur'onni ikki muqovasida bir kitob shaklida qilib to'plab qo'ysak deb maslahatlagan. Shu chog'da Hazrat Umar Hazrat Abu Bakrning shu vaziridek holatda. Mesela Hazrat Abu Bakr bu Rasulullah qilmagan ish bo'lsa, men buni qanday qilaman deb dilog'dilar, nuqlik keyin Hazrat Umar degankin Hazrat Abu Bakr qoyillar Qur'on zayo'la ketmagan bunlar desa qilizada deb ondan buni to'plashga buyurib Zayd ibn Sa'dni chiqsalar shuni topshirgan. Zayd ibn Sa'd radhiyallohu anhu Qur'onni to'plab chiqqan. Nima bu Qur'onni to'plashga maslahat bergan chig'ida islom davlatini qurib qo'ygan. Chunki islom davlati nima uchun qurildi? İman, İslam, Kur'an. Başka üstü kurdu. Kur'an bolsa asas kanun Müslümanlar. Lavanki Kur'an'ı qo'llab qilib nima qilgan ekan? İslam davlatining o'zini qo'prab qoldi degan. Va huwa fi ad-dawlati al-islamiyati dastur ad-dasatir. Qur'on degan islom davlatida
qanday o'rinda ise asosiy qonunlarning asas qonuni yoki ana yasak deymiz. Qonun yani Uyg'urcha yasak deymiz mi? Ana yasak deymiz. Ana qonun, dastur degan. Va bizda hozir asosiy qonun deyishimiz. Va du'amatud da'ain, turklarning turki. Boshqa turk bo'lsa, turkning hammasini ko'tarib turuvchi Qur'on kerak. ولم يزل يراجع أبا بكر في ذلك. Hazreti Ömer mesela bagen sabah Abu Bakr sağ tereddüt olup qalanken Abu Bakr'ga da'vat dedi. Lem yazal yuraja degan qaytlab kirib da'vat dedi. To'xtamaydi o'zi bu shartda. Hatta sada Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu katib al-vahy. Rasulullohning vahiyni yazgan katiblardan birisi bo'lgan Zayd ibn Sabitni chaqirib keldi. Ya'ni xalifa Abu Bakr Zayd ibn Sabitni chaqirib keldi. فأمره أن يتتبع آية القرآن ليجمعها من الرقاع والعظام والجريد واللخاف وصدور الرجال. شلون بو زيد بن ثابت ne qanday qilish buyurdi أن يتتبع آية القرآن. آي degan so'z, aya deganning ko'pchigi. Qur'on oyatlarini izlab ko'pishda. Ayatunning ko'pchigi. Ayatunning ko'pchigi ay. Nereden izlab topdi? Liyajma'ha bir-birlab izlab buni riqa degan bir parcha tira masalan, yoki raq bo'lishi mumkin. Val izam, pishqon, burun masalan tavoq, pishqonliga, ezib qoldiga ahvolga. Qog'ozda diplomni keltirdi. Val jarib, jarib degan qo'mninki shexi. Qo'ziqlar qo'rza bo'lishi mumkin. Jarib. Va shexi bu. Shexim ba'da başlasında yaypançlarımız kenara yazılır. Vel-likhaf. Likhaf deganimiz bunda aq yaypan taşlarında kenara bir taşlar. Yani bizlere aqlaq taşlarga ashuni umunda ezib qoldirib saqlab qo'ygan. Bir surib etishimga qisqaroq suribmiz. Va suduri rijal. Hamda muhimi shu chaqda Qur'onni qarilar sabir yozilgandi. Ezib qoldirganlarni yada og'illardan yig'diradi. Şu tarz sahabenin annesi sonra çıkanları daha toplanıyor. Mesela yazılganlığının hemen bir toplanan iken oldu yani başka yazılmayan kem kağıtlar olsa ya da bildiğinler vardır, ya da bildiğinlerden sonra. Elbette Zeyd bin Sabit'in qari, çıkarmış Rahiyazal'ın. Abu Bakr'ın qari, Ömer'in qari. Lekin hamma yadağın qarildi. Sahabının hammasi o'zi yazib qolgan Qur'on o'zamning ismini deb ashunda nuqut bergan. O'zi zoti bu Zeyd bin Sabit'ning o'zi yazgan Qur'onni da 90% o'zi bilib yazib ketadi. 10%ni shunda nimadan ta'kidlash uchun to'plab ondan to'liqlab yozgan. Reddettikdə Rasulullah ma sördünki ma qo'yan, ma oyatni plan, ma shikoyatning ardiqi qo'yanlar deb buyurgan bo'yicha qo'ygan. Ba'zi bir nimadan taraddud bo'lib qolgan, sura Tavba va Anfal bir surmatda ya ayrim degandek, yoki bir oyatni o'zi bilsin masalan, men yolg'iz o'zim bilganman, nima qilmaydi, yana boshqa yozilganini izlab, boshqadan so'rab, menda ta'kidlab berdi. Yani o'zi yada bildigan shu Qur'onni ham shunday yoziblar, mana shu demay, savollar puxta ish qilgan. Hamma yozib qolganini to'plab, yana yada bildigan hammalarni so'rab, ondan mustahkam qilib yozgan. Demak, shu Rasulullohdan shu vahiyni anglagan va anglab turib yozib qolgan shu bir avlodning ichiga geçdi. Lekin va xristianlarning ishlari, mesela Injil İsa alayhisolamning davrida tushgan desak, İsa alayhisolam vafot bo'lib 300 yildan keyin Andı kitapını yazıp kaldırılgan. Ama bizden Kur'an şuna aşırsa, bunu özgertilme kılışırken demişim. Kur'an için yazılan Zeyd'in sadece Kur'an'da. Toplagan neymiş? Toplaştığı mesul olanlar. Lekin toplaştığı orunlaştığı olan kişi Hazreti Abu Bakır'la Ömer. Hani Hazreti Osman'ın vaktida toplangan Kur'an'ını 7 sıkılıp aynen köçerek köpeyter. Birisini Mekke'ye, birisini Kufe'ye, birisini Basra'ya, birisini Kahire'ye manda kılıp verirken. Yette Kur'an'da bu Mushaf-ı İmam deyimiz o. Yani hemmadan şunun asasındığın, isap kılındığın Kur'an Mushaf-ı İmam. Hazır birimiz ise Taşkent'deki muzikanda saklandı da parıldı. Meşhur Hazreti Osman'ın yaptığı Mushaf-ı İmam deyimiz. Bu ayetten biz okuvatkan meseleleri ki onu Kur'an'ın gelip yazışınımız mı hoşmayken ama sen Kur'an'da ona şu kayıt hazır tutup alfabetki Osmanlı'ya yazıklı. Şu çağda yazılışta neşhil okulduğun ihtimaline yazılgan. Mesela bazı çeşitli yok.
Ya da okundu, bima ta'malun da okundu, bima ya'malun da okundu. İhtimallıqlar şunday aytılgan, hiç qo'yilgan, bizda qo'yilgan. Undan keyin bu qiraatning ehtimolliqi shunday yerdan chiqadi. Lekin u qiraatning ko'pinchisi Rasululloh ashunday o'qigan bo'lg'achqa shunda kelgan. فكان ذلك أول الشروع في جمع الكتاب. قرآن كتاب يمشهد مع قرآن كريم. الكتاب دسك بس. الكتاب دسك نورمال مش قرآن يا إنجيل توراة ضمن درس القرآن الكتاب دسك قرآن كريم مقصود. يعني أصول فقدا الكتاب دسك قرآن كريم مقصود. lekin unda boshqa nahvda al-kitob deb qarasa Sibavayning kitobi maqsad qilindi. Hanafi mazhabda al-kitob deb qarasa Qudurining muxtasari maqsad qilindi. Hamma mazhabda al-kitob desa o'zining ko'z qisgan kitoblari bor. Lekin bu yerda al-kitob degani o'sha Qur'on Karim. Demak, bu Qur'on Karimni jamlab ikki muqomning orasiga achirish uchun qilishninki dastlabki mushiklari. Shuro degan boshlanish qilish. Hada ila anna Abu Bakr radhiyallohu anhu assasa. Ahval müşahede ediyor. İslam'da ilamu illamu. İlla anna Ebu Bekir. İlla başka. İlla anna Ebu Bekir radıyallahu anhu essese ve lem yettesa lehul ecelu hatta yefruga min amelihi. Yani Ebu Bekir radıyallahu anhu müşo halifelik devletine çıkıldı işin ama ve lem yettesa lehul ecelu. Lekin başlayan işini tamamlap tuluq ondan farık ulaş için eceli yetmeye kaldı dedi. Ömrü onda uzun bulmadı. Yani 2 yıl 6 ayma halife olgan teşnama. Veca ba'da Ömer. Ondan keyin Ömer kelib, fa'tamma amalahu ve akmalal asas. Onun işini to'liqlab, uni tahim mukammal qilib mustahkamlashtirdi. Shunga aqam alayhil bina. Ondan uning ustiga binoni qurdi dedi. Binoni tikildi. Ve kanat qudratuhu ala ta'sis hiya ayatul ayat fi. Mushu davlatni qurishdagi iqtidori Hazrat Umarninki, uningki mo'jizalarning mo'jizasi edi. Ajoyib bir talant va katta mo'jiza edi. Va fi zalikal asr, o'sha asrda ashunda iqtidor bilan davlatni barpo qilishi bu ajoyib bir ish. لأنه التفت إلى مواضعه الخليقة بالاهتمام والتقديم. Çünkü o qandaşda kamal bilmez ihtimam ediyor. Qandayni oldin o'rinni qo'yib qilamiz degandek ashunda loyiq bo'lgan o'rinlarga al-xaliqa degan loyiq bo'lgan o'rinlarga qaragan dedi. İltifat degan qaradan. Ya shu asrda biz qaysi ishni oldin o'rinni qo'yib qilishimiz kerak deb muhim ishni boshda qildi. كأنه راجع تاريخ 20 دولة مستفيضة الملك راسخة العمران. خد Padişahlıqın acibək məşhurlaqla kəm tunulub ketken, avaqlıqı müstəhkəmləşib ketken 20 dövlətinin tarixini bütün közdən keçirib çıxıb, aşuların təcrübəsini ilerligəndək lan, şu öz vaxtda, şu dəvirdə, biz yaşayan dəvirdə qayıt işini ən aldın orunlu qoyub qılımız deyib, həm işini caylı qılıb etkendir. Mustafida degan, məhkəm tarqalğan, məşhur olğan deyəm. Rasıqıqə müstəhkəm. Umran degan, güllengen, güllenişemiz, avatlaşırken. Rasıqıqə müstəhkəm. Ve rasıqına fil ilm. İmran degan, barpa oluşu, güllenişirken. İmara deyimiz var. Ve hiye kudratun turavvi'una ve tudhişuna. Karu'u degan, bizgina gerek ediyorlar. Bize mesela ra'i' deyimiz var. Bekaydiken ma'u deb hayran qoldirgan va tudhish degan bu bizni ajablantirgan, hayron qoldirgan. Ashunda bir iqtidor bo'ladi. Law shahidnaha min malikin tarabba alal mulk. Padişahlıqning ustida tarbiyalanib chiqqan bir podshohdan shu qudratni ko'rgan bo'lib qolsa, va salafahu ala arshihi samtul muluk. U podshohning oldidanmi zanjirsimon necha podshohlar o'tgan bo'lsa, shunda necha podshohning oqidan kelib, podshoh bo'lgan birisida shunday iqtidorni ko'rgan bo'lib qolsa, Umarda bor iqtidorni biz hayron qoldik. Yo, Hazrat Umarda unda bedaviylik ayat tashlab, burun huquq taqmay, makkada xalifalar ham bir odamni bunda iqtidor bo'lib qolsa, bu xalqlar hayron qoladilar. U ya siyosat uni podshohning sarayda davlat ishlarini yurib qo'yganligi. لو شهدناها من ملك تربى على الملك وسلفه على عرشه سمت الملوك. Bir padişah olar. Bu padişah öz taxtda o'tirarlar, padişahlıqni qilayotgan, ha. Uni oldida
neç padişah o'tgan. Bu burun padişahlarning tecrübesini egallagan. Bunda bo'lib padişahlık hayatını süratgan bir padişah olsa bunu anda işin joyliklar obdan siyasetini o'qib qolsa bunda hayron qolibdi. Yani Umar qilgandek ishni mushib qolsa hayron qolibdi. Lekin Hazrat Umardek bir kishiningki manda siyaset qilalarini davlatni manda mustahkamlashi haqiqatan hayron qoldiradi. Va awla an karu'ana va tudhishana min rajulil badiya alladhi yuqdimu ala amrin jadid lam tu'inhu fihi sawabiq. O'tganki tajribalarga yordam qilmaydigan, oldida uning tajriba saboqlari yo'q. Yeni bir ishga qadam qo'ygan sahratlik bir odamning mushunda iqtidori bilan davlatni mustahkamlashi bizni hayron qoldirishda, ajablantirishda texmo haqlar deydi. Sababiq degan shu o'tgan tajriba saboqlar va lam yahtadi fihi illa bimaxtara huwa an yahtadira. Bunda to'g'rini tepish uchun faqat shu o'zi o'yinni topgan narsadan tayinlangan bo'ladi. O'tmishda uning bo'g'isi, dadisi, jamoatchiliklar, padishahlar tutib bu kishining ta'sirida qarab uning tajribasiga keldi bunda ish yo'q. Shu o'zi gachli xalifa bo'lib qoldi. Xalifa bo'lganki bunda qarab davlatni manda barpo qilsam bo'lganda o'zi o'ylab chiqqan to'g'ri yo'l bilan mangan. Shuna ma'no iqtidori qartab hayronat qilmaydi. فبعد جمع القرآن لا نجد عملا يقترن به ويلازمه ويعد من أسس الدولة العربية كالعمل على تصحيح اللغة وحفظها من الخلط والفساد. القرآن كان جملة بوغان كان bununla yakın kıldıgan, cüplündügan, bununla çatış kıldıgan başka bir işini tapamayınız dedi. Yani devletninki asas ulu bulalıdığan başka bir işkinin aydınlamayırsa bunu tefşitez. Devlet abiye diyen şey devlet İslamiye. Kel ameli ala tasihil luga ve hifziha minel halti vel fesad. Kur'an'ını cemleşilen tan mağdıgan, şununla cüp bulalıdığan muhim iş kaysa, muşu Arap tilini tüzdeş, muhafızı kılış, yani onun buzuluk yetiştiğin, koşuluk yetiştiğin, halk degan, arılışıp koşuluk yetiştiğin. Başka tıllarga arılışıp koşuluk yetiştiğin, buzuluk yetiştiğin, tılının buzuluk yetiştiğin, saklaydıgan aletten şu Arap tilini qoğdap kılış, Kur'an-ı Kerim'in cemleşilen ayında cütündiğen, ayında muhim işleri. Onun başka muhim işi yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i saklap kalmamızla, Arap tilini saklap kalamızsak, Kur'an'ı kanal çürümez. Şunu adam kalmaydı. وكلاهما عمل لا يحسن إليه إلا من تبع على سريقة التأسيس. مش her iki iş Kur'an'ı cemleşilen Arap dilini qo'dab qilish her iki ise bu fatatla devletni qurish tabiiyatidan anda tabiatlangan kishi diqqat qiladigan, his qiladigan ish bo'ladi. Yani zo'rlikni his qiladigan ish. Va akhadha biha min usuliha. Yani devlet qurishni tigidan boshlab qilay degandan his qiladigan narsa bor. Adatan shahar qurilishini unda yer asti qurilishdan ikkiga ayiradi. Masalan shu kanalizasyon şaşıdığında şaşıdı topni yani tikilmiş, su ekiliş, muşnatlar mıca dünya tahtiye. Buna egir iş. Muşina obdan kurvasan, anı üstü binanı salamsa, zavutlansa, anı o işte kolay verirdi. Zavutu toplaması mamaydı, su mamaydı. Yer astı asas ununu kubralsan, anın trakçıklar eserin. وكلاهما فطن إليه هذا المؤسس الكبير. مش her iki mühim işe muşu katta talantlık devlet kuruluşu zat dikkat kılante muşunu şunu bekleyenmiş fatanayı. El mu'minu kayyisun fatin dedi hadiste. Mümin diyen akıllık zirek ve acbırnasını siz şunu alacağın bu şekilde doğru. Eğer çıktığını uyanmayan kılarsan el mu'minu kayyisun fatin olur. Kem artıklar. Ala ahvani ma yakunu min al-basata was-suhula. Nat addi sadlık halında aslında taraf şunu etkenin bazı mürekkeplaştırıp, onu gizemlaştırıp, başka standartını düşünsün ki, öyle iskulsun ki. Lakin Ömer, nat addilik şu lan, mürekkeplaştırmayıp aslında düşüngenler. Basata diyen addi sadlık, suhula diyen kolaylar. فأشار بوضع علم النحو كما أشار بجمع آية القرآن. Kur'an-ı Kerim'de cemleşke
maslahat berganga o'xshash ashara degan maslahat. Nahv ilmini barpo qilishga maslahat bergan, ya'ni arab tili grammatikasini. Va bunda ikki xil rivoyat bor. Arab tili grammatikasini tashlab kim yozgan, mush ilmni kim o'tirib chiqargan. Bir rivoyatda Hazrat Umarning hozir degandek, yana bir rivoyatda Hazrat Ali Abul Asad ad-Duali degan kishini buyruq arab tilini boshqa millatlarning qalamqon qo'yishini saqlash uchun qoida grammatikani barpo qilgan degani bor. Bu yerda Hazrat Umar shunday maslahatlarga debdi. فكان أثره في دعم الدولة الأدبية كأثره في دعم دولة الغزوات والفتوح. İslam dövlətini bərpa qilishda arab tilini qo'llash uchun arab til grammatikasini bərpa qilishning ta'siri xuddi ilm ma'rifat adabiyot sohasida ko'rsatgan ta'siri xuddi islom dövlətini ulini bərpa qilishda g'azot, lashkar evatish, lashkar tortishlarga, futuhatlarga ashularning ta'siridek anda zo'rdir. ونظر في الدولة الإسلامية نظام لم تكن له أولية فيه. İslam dövlətində undan ilgiri, onun aldığını bir kim qıpaqmağan işlərin nəticini bürüllən qıyğandır. Yəni nadara deyəm şədə, əsl nadara deyəm nadura yəki. Kem tıpıldığan deyəm, nadir oldu deyəm. Ya da nadara taqaddama deyəm məndə. Yəni undan ilgiri heç kim qıpaqmağan bir iş aldığını olaq İslam dövlətini qılındı deyəm. Burunqı dövlətində körülüb baxmağan tüzümlərini Hazreti Ömer İslam dövlətində payda qıldı. Fattataha tarixan. Tigayşlarını izləməsəm, kalendarını bikti, hicri kalendarını bikti. Hicri kalendar bektiş üçün sahabınızın məsləhətləşkən çağda qaysı çağdan tartib qılımız deyəncə bəzi Resulullah'ın tolğan gündən tartib başlaydı. Bəzilə hicretdən başlaydı. Bəzilə Bedir gazetinden, bazı Resulullah'ın vefatından. Yani her türlü mesele bulup, ahırda Resulullah'ın hicretinden başlaşsa, mesele çıkar. Onun hicretinden başlar. Şunun tarihi hicri oldu mu? Bu tarihi hicrine Hazreti Ömer oturup çıkargan. Vestehalla hadara. Sehalla diyen, vakırgan avazı ülkütegen diyen. Sehalla diyen. Şunu istihlal deniyoruz. İhlal. Ve Medinet nişada barpa kıygan. وأنشأ حكومة حكومة قرغان يعني استهل لهم يعني مثل bir hazarat medeniyetinin destillasını başlap koyduğum adette bir makalının Müslüman istihlal yapılmıştır. Deslap hilalını deslap koyduğum aynı hilal diyende destillasını başlap koydu diyem. İstihlal. Ve İslam medeniyetine başladı. وأنشأ حكومة hükümet kurdu. وَرَتَّبَ لَهَا الدَّوَاوِينَ divan degan bütün şu nüfus tizimligi, askerleşkerlerinin tizimligi, maaş aldıqanlarning tizimligi, iş kadrlarning tizimligi yozilgan defter. Hükümetin tizimi defterini. Aşını şu Hazretler barpo qildi. Bütün leşkerlerning tizimligi defteri var, iş kadrlarning tizimligi defteri var, maaş aldıqanlarning tizimligi var, yardım aldıqanlarning tizimligi var. Hammasi bunda nizomli. ونظم فيها أصول القضاء والإدارة. صوت işleri, memuri başvur işleri idare gene. Muşulunki asaslarını reksaldı. Vattaqada laha beytemal. Beytülmalını payda kıldı. Beytülmal degen maliyanın istedikadır. Hazine, mal dünyanı sakladığan maliyanın, yani pulunu tutulgan cay. Ve vasala beyne eczaiha bil berid. İslam devletinin kendi zeminini, teritoriyasını her taraflarını poçta arkalık birbirini tutaştırdı. Her aralıkta mesela 20 kilometre, 24 kilometre degende bir berid desek 24 kilometredek aralıkta asli bir poçta katnadığı aralık bu. Peki şu aralık kança aralıkta koyulgan ise 20-25 kilometre aralık koyulgan ise şu el-berid desek 25 kilometre deyimiz. Falsaf degen 10 kilometre. Mil diyen mesela 1,5 kilometre diyendik. Her bir 25 kilometrede birden Konalga koşkanda güneş barpa qilgan. Mesela at, çapqir atlarni aşağıda daha bekib yotadi. Ma punktdan a punktga atni chaptirib 25 kilometrni cheplam g'atsida xatni bersa, oyat demirib turganlar uni ko'tariblam yana bir pochtaxonaga siz yetkazdi. Ashunda qilib bu pochtani siz yetib borgan. Biz vaqtdagi eng siz shahar. Pochta. Ya aslan bu pochta xatda tushirganlar
bir arlıqdan bir arlıqqa yetkizib turadigan ikki nuqtani barid deymiz. Shu arliqni. Bular bu shu arliqda to'shadiganlar bunda qilib yurgan ekan, axir qo'shdi ishini shu baridga qilgan. Shuna Ibn Abbosning asarida yuqsaru salat fi arba'ati burud. Burud degan baridning ko'pisi. Namoz 4 barid arliqda qasr qilindi. 4 barid isla sanız 20 kilometr bo'ladi, 85 kilometr chiqadi degan. Mesela Xotan'da bir poşkanı olsa, Qarqashda bir poşkanı. Qaçını çaptırıp Qarqashga girib tashlab qo'ysa, Qarqashdagi poşkga chiqib, demak bo'lsa, bu abruplan javob tashlaydi. Burun undan qo'yilmagan bo'g'achqa Hazrat Umar dastlabdan ishini paydo qilgan. Va hama sug'uraha. Sug'ur degan chegara rayonlar. Aslida kama degan bo'ldi-ku. Ya'ni dushman shu davlatga kirib qolgan izlar edi. Shu chegara izlarini murabitin orqali quvdi. Bir chegara uzamadi. Ularga davomli askar turmaydi. Lekin Hazrat Umar aşağımasa ma chegara izida 200 askar. Ma palani chegara izida buni 100 askar davomli o'shada qarovulxondan bizni turib, qo'q barpo qilib shu qo'qda davomli qashada izsiz turib, shu qo'qni qo'daydigan askarni qo'ygan. Murabit degan shu qo'qda mudofaa uchun turgan kishilar. Murabitin o'shada qo'daydigan mujohidlar. Va sana'a kulli shay. Hamma ishni anda barpo qildi. Fil vaqtilladi yanbaghi fihi an yasna'a fihi. Qilish kerak bo'lgan ishni hammani dal joyida vaqtida qildi dedi. Va alal vajilladi yahsunu bil ibtida. Qachonni boshlasa yaxshi bo'ldi desa shu chog'da boshlab, eng yaxshi shaklda dal vaqtida dal joyida qildi dedi. Fa awjazu ma yuqalu fihi ammo azidu mandan o'shqiga ishlarida gapni qisqa qilgan bo'lsa, deyilgan so'zning eng qisqasi dedi. Annahu wada dasturan li kulli shay. Bu hamma narsa uchun asosiy qonunni bekitgan. Wa tarakahu qa'iman ala asasin liman sha'a an yabni alayhi. Bundan uning ustiga bir narsa qurmoqchi bo'lsa, taraqqi qilmoqchi bo'lsa, ashun usti qursin deb uni barpo qiladi. Xuddi masalan bir binoni ostini mustahkam qilib, obdan digonni ko'rib, yarastig' bir ish qavat, tagidagi obdan mustahkam qurilishini tumunlarni qilib qo'ysa, keyin boshqalarni unisiga ham chiqarsalar, unisi 10 qarsalamda, 20 qarsalamda silvalarida uni mustahkam qilib qo'ydi. وملاك نظم الحكومية كلها نظام الشورى الذي أقامه عمر على أحسن ما يقام عليه في زمانه. Hazreti Ömer barpaqda aşı hükümet, aşı devletninki tüzümü qandatı, melek degan tügüne degan. Melekul amr deb qo'ydi, işte tügüne. Demak, hükümet tüzümlerinin negizi, asası nima desa, bu kengash. Sho'rada. Kengash bu. Kengash tüzümü الذي أقامه عمر على أحسن ما يقام عليه في زمانه. Hazreti Ömer şu öz zamanında Şura tüzümünü, Kengash tüzümünü, ya hazır demokratik tüzümü bu deydiğim, Kengash tüzümünü şu öz zamanında kılış mümkün bulduğun şekilde en yaxşı şekilde qilgan. فجمع عنده نخبة من الصحابة للمشاورة والاستفتاء. Şuna qanday qildi desa, etrafiga mushavirlik suftiva, maslahat beradigan bir narsa to'g'ri fatvosiz javob beradigan sahabalardan tanlangan bir guruhni to'pladi dedi. Nuqba degani tanlangan. İntihob degan saylam deymiz-ku. Xuddi o'sha hozirgi zamonning aqsaqallar kengashi, avam palatasi, xalq qurultiyi yoki parlament degandek. Shunda to'plagandi. Va danna bihim alal amali fi atraf ad-dawla. To'plagan aqsaqallarni devletinin her qaysi yakıcılıklarda, her qaysi joylarda emel tutuşqa bermey, özünün yendi saqlab dedi. Damlarga dafirlik qildi. Demak, shu iqtidorlik, iqtisod egalari, aqsaqallar, tajribali kishilarni u yerga ivat etib, kinoyada maslahatsiz qilishga unmay, özünün yendi saqlab oldi dedi. Tanzihan aqdarihim. Aqdar yani qadr qimmati degan gapmishada. Demak, ashularning qadr qimmatini tanzih degan bu farqlash. Lekin yerda qadr qimmatini bilib, tushunib ketganlikdan, yani bu odam hozir xalifa davlatning bir imperatoriyandi bu. Imperatorlik bu. Hozirgi necha davlatdan kelgan bir territoriyani surayotgan bir davlat.
Şunda bunda bir nahiye başta bir şehirge vali koysa bu adamın kadir kıymeti onun üstünde. Yani bu kadir kıymetini bilip bütün bir imparatorlukta meslek turduğun şunu işini uyan kılışta meslek turduğun yerde saklap kaldı. Ve intifa'an bir ra'yihim. Yani aşılarının ra'yiden, tecrübe saklapın, yaxşı meslekten faydalanış için ve atizadan bi ta'yidin lahu. Yani aşı aksakallarının ve her birinin şunda cemiyette Müslümanlar arası şunda ornu var, yüz abroyu var, bunda kişilendi. Aşılarının o halifini kullap kuvvetlap tuğunudun takımı düşünüş için değil. Yani koşulap diyendeki, hafızlar diyen koşulap diyen. Ve muavanatihim iyyahu. Yani aşularınki aşu Ömer'e yardım birişiden kima yetevallahu min sevabin ev iqab. Hazreti Ömer bihtigan mükafat ya ceza işlerde aşular hemkarlaştığın da etkaldı. Ve ceale mevsimel hacci mevsimen lil muracaati vel muhasebe. Her yılda bir kıtım bulduğun hac mevsimine barlık işlerini kayıt gözden geçiriş, hesap kitap kılış bir mevsimi kıldırır. Yıllık bir işni kılarlar, qaz to'g'ri tutib, qaz xato tutib, manda hesab bo'lgan deb, unda qaytadan ko'zdan kechiradigan bir fursat qildi. Vastitlal ara fi aqtar ad-dawla min aqsaha ila aqsaha. Ashu cho'ng imperatorlikdan ya xilofat dövletininki u yoqdan ma yoqqa qadar bo'lgan yurtlarda raisnash mavsumi qildi. Istitlal ara degan raisnash. Referendum deganlar-a. El-Raisnash. Lekin mushundan da hozir xabar qildi referendum. Demak bu haj mavsumiga hamma shahar, iqlim, yezi qishloqda hamma yerdan odam kelgan ekan, ashular bilan ko'rishib, suhbatlashib, fikrni olib, naqlan bir mavsum qildi. Yafidu fihi ashabul mazalimi va shikoyati libas ma yushkihim. Fihi yana fi mavsumul haj. Haj mavsumida zulm uchraganlar, shikoyat, dard arz qiluvchilar o'zlarini shu arz qilishga sabab bo'lgan, shikoyat qiladigan qiyinchiliklarni, dardlarni azada cho'kalaydigan bir mavsum bo'ldi deydi. Yaqilgan keldi. Yani o'z diyarlardan kelib, xalifalar uchrashib, ey xalifa, falana hokim ya naibashda mana bunda zulm qildi deb har qanday arz shikoyat bo'lsa, dardini cho'kalaydigan bir mavsum qildi. ويفيد فيه الرقباء الذين كان يبثهم في أنحاء البلاد لمراقبة الولاة والعمال. يعني أشو موسمدا كملر كان الرقباء نزارتçiler, تفتيشler, müfettişler. الذين كان يبثهم bu müfettişlerni Hazreti Ömer devletinin her qaysi joylarga tarqatdi deydi. Bahsedigan ve bahsa fima rijalan katira ve nisaa. Anda çeşitli tarafı degan. Demek bu Hazreti Ömer'nin İslam devletininki şu nimese xuddan maxfiy nazoratchilar kuzatadiganlar bu xalqni yo'qlanishga fuqarolik etmay, hukmronlik kuzatdi bular. Hozir kuzatadiganlar hokimni qanda fuqaroni bo'ziga savol kuzatmay, fuqaro hokim qarshi sal bir norozilik bo'lgan yo'qmi, ani kuzatadigan bo'lib qoldi. Kafir bo'lib qoldi. Limuraqabatul ulati vel ummal. Mana validane ummal degan amaldorlar. Hozir bunda ishchilar emas bu, ha? Hozir ishchilar yamlab qoldi. Degan ummal degan amal tutuvchilar, amaldorlar deydi. Bajga yoki har turli amaldorlar ummal deydi. Fahiya jam'iyatun umumiyya. Demak, bu haj mavsumi nimadan iborat? Bir qurultaydan iborat. Jam'iyat umumiyya degan qurultay. كأوفى ما تكون الجمعيات العمومية في عصر من العصور. Her qanda bir asrda qurultay bo'ladi deb qarsak, bütün asrlardagi qurultaylarga qaraganda eng mukammal, eng to'liq qurultay mana shu. Chunki hamma yerda kelgan ekan, o poytaxtda yashab sharlan turadigan shu parlament a'zolaridan qiladigan nima emas bu? Bütün yaqinlardan, iqlimlardan şehir yedi qishloqlardan elintildigan bunda qurildi. Ve kana Ömer yastashiru jami'a haula. Mana Hazrat Ömer ashularning hammasini maslahat olibdi. Ve yushiru alayhim. Ular maslahat berdi. Ve yastami'u lahum ve yusmi'uhum. Ulardan gap so'zlarini obdan quloqlarga tinchitdi. Ve ularni obdan gapni deydi.
ويتوخى في جميع ذلك تمحيص الرأي. Yani aşular maslahat verişte, maslahatını erişte, gap qilishda, gapini anglashda hammasida nimani ko'zlaydi? Yetavakkaga ko'zlaydi. Tamhis ar-ra'i. Tamhis degan tazlash, suzib erishgan bo'ldi. To'g'ri ko'z qarashni, suzib erishni ko'zlaydi. Mesela yetavakkal hadar deb qo'yilgan so'z. Ajara elaydi degan. Ya'da tamhis ar-ra'i o'rniga to'g'ri ra'yini tepishni ko'zlaydi. Va ibra'at dimma yana o'zining mas'uliyatini to'liq ado qilib, gadindan mas'uliyatni, javobgarlikni sarf qilishni ko'zlaydi. Buni bunda qildimmi? Joyida qilib mansa mas'uliyat sarf qilgan bo'lsa. Wal khulusa ila tabi'ati salimati al-aqabil. Xulus degan shart yetish degan bo'ldi. Biz bir narsada yetdi deymiz-ku, yetib berish degan. Yetish. Sap bunda bo'lganini bildirdi. Ve o'sha yetib borsa, sap zada shunga yaqinlashganligini bildirdi. O'shada yetib berish degan ma'no. Yetib berish, erishish, qo'lga keltirish. Wal khulusa ila tabi'ati salima, tabi'at degan mas'uliyat, salima degan sog'lom, aqabil degan kashish yo'q, chatqi yo'q, avarchilik yo'q. Sog'lom, ravris mas'uliyatga yetish. وإن أضعف الناس رأيا لمن يستضعف فضل الأمير في عمل تولاه. عندك شلون كذكر شيئا أن أعجزه يعني بالناس جاهز من شديد مدغان دتيو قدم لين أن أعجزه لمن يستضعف فضل الأمير في عمل تولاه. بالأمير يعني بالبادشاه يا بالأميرنا بالقيام شيء ده onun tecrübesine naçın sanaydıgan kişi en ditsizeden. Yestadafu diyen bunu aciz yapar. Kur'an kanalında yestadafu taifatan minhum li'annahu amilahu bimuşavarati gayri. Yani bu yok. Adam kanda karayken onu padişah halife olan bilen bu başının meslahati bilen kıyga şu onda doğrusunu tasdiqlanmadı. Demek bu onda bir akıllık, onda bir tanık emas diye adam özü ditsizdi. Çünkü hazır padişahın denizgandı. Şunda patatlık bir lütf söylese, oy bunu kasılır edip durdu onu, her yazıklığa yazmaydı onu da. Demek, aslında bir adam özü dütsüz değil. فَاِنَّ بَابَ الْمُشَاوَرَةِ مَفْتُوحًا لِكُلُّ insan. Yani uçta birer kınaşını kılıp, boğantın başının mesaatini bir işin çıkarsa, şu reisninki bu pezirse, bunu inkar kılı adam özü dütsüz. Neymiş ya? Sebebimi yaptım. فَاِنَّ بَابَ الْمُشَاوَرَةِ مَفْتُوحًا لِكُلُّ insan. Çünkü kınaş, meslahət veriş dervazı her insana uçuk. وَلَيْسَ كُلُّ insan مَعَ ذَلِكَ بِالَّذِي يُرِيدَ يَسْتَشِيرٍ. Lekin şunda bo'lsa-mu, padişahın har qanday u boshqa maslahat qilib, kınaş qilib turgan inson bo'lmaydi. O billati ya'rifu kayfa yastashiru idara. Ma'qul maslahatni olay degan ahvoldami bu padişah? Qanda maslahatlashni bilinmasligi mumkin. O billati yuhsinu al-muwadanata bayna al-ara. Endi maslahat berganlar nechta maslahat berib qoldi bo'ldi. O'chada ash maslahatning ichidan eng muvofiqini tanlash masalasi bor. Tanlayolmay qolishi mumkin. In arafa ma yastashirim. Demak, kimni maslahat sasam bular, kimni maslahatini asam bular deb adamni tanlay olgan taqdirda bu danishmanlardan 5-6 tanlabdi. Tanlagan bilan ular 5-6 xil maslahat berib qolsa, o'chada uning ichidan birini tanlay oladi. Va man yaqbal mashhuratun fi hala va yarfuda fi halatin ukhra. Manda bir ahvolda qaysinikini qabul qilsa munosib, manda ahvolda qaysinikini rad qilsa munosib, buni bilalish bo'ldi. İnnel müşaverete lefennun asir. Hakikaten bu maslahatlashish, kengаш qilish, maslahat erish kishi buna qiyin bir hunar bu. Sanat deydi. Qiyin sanat bu. Ve innellezî yentafi'u bimashurati gayrihi la aqdaru biman yushiru alayhi. Başkalarının maslahatidan foydalana oladigan odam, maslahat beruvchi qaraganda bakrak iqtidorli deymiz. Çünkü sen kimdan qanda ahvolda qanda maslahat qilib foydalanishni bilding. Shunga hozirda ularning bu aqsaqallar, danishmanlarning maslahatini qilib, oyunda hech kim qilmagan nurg'un davlatlarda taqa nurg'un imperatorliklar qilmagan tuzumlarni barpo qilishi
Hazreti Ömer'nin falan diye. Bunu inkar qilgan adam o'zi didsiz dötüldi. وقد كان عمر عبقري هذا الفن الذي لا يجارى. Muşu maslahat ilish, maslahat silish bir sanati desak, muşu sanatninki talantli kishisi. Abqari degan talantli kishini abqari deymiz. Allazi la yujara degan uning bilan baslash qilinmaydigan, tang mang'ulmaydigan yoki uni to'g'ri qilib Masalan, jari degan yugurish desak, uni tang yugurib qolay desam, yugurib bo'lmaydigan. وكان من بداعه الملهمة في هذا الفن العسير مشقين سنة شدا ونن hiç kim qıptaqmagan ko'ngliga Alloh taolo ilhom silishilgan hiç kim qıptaqmagan holatda o'tirib chiqqan paydo qilgan ijod qilgan usullari shu ichida annahu shuni jumlasidan deydi annahu lam yaltamis ar-ra'ya 'inda ahli al-hinkati wal-khibrati wa kafa hinka degan tajriba degan bo'ldi muhannaq deymiz bor tajribalik danishmanlarni ahli hinka xibra deydi demak bu tajriba sababli jib ish ko'rgan bunda kishilar shunda maslahat ilm bo'ldi qilmasdan bu qanaqa qildi bal kan yaltamisu kadalik عند اهل الحده والنشاط ممن يناقضون اولئك في الشعور والتفكير demak u oqsoqol yashinib qolgan jib ish ko'rgan tajriba sababli danishman bularlar maslahatini bilan bo'ldi qolmay bu yana taqa ahli hidda degan nimasi ishtik bunlar mijoz ishtik chas yoki nashat degan harakatchan faoliyatchan yana ruhliqda yoshlar bunda kishilardimi yashanganlar oqsoqollar qarta tuyg'u tafakkur usul jihatdan boshqacha o'xshamaydigan mushunda yoshlardimi maslahat olgan masalan Microsoftning asas nuqtalari qanday yosh bolalar bo'lsa 20 yosh 21 yosh kirgan masala ashuldan paydo chunki yoshlarda bir xil yangilik paydo qilgan bir xil g'ayrat ijodkorlik ruhi bo'ldi danishmandlar bilan kishini tang maslahat qilib foydalanganda andin o'zida yangiliklarni o'tirishlar bo'ldi puxta yangiliklar وقد وضع لقواده دستور الحرب قوات degan qo'mondonlar o'zining harbiy qo'mondonlariga jang dasturini belgilab berdi siz urush qilganda bunday qilinglar mana diqqat qilinglar deb ko'rsatmalar ko'rsatdi أو دستور الزحف من الجزيرة العربية إلى تخوم أعدائها ياكي Arab yerimi aralınki düşmanlar boğan düşmanlarınki çigira rayonlarga harbiy yurish qilish dasturini belgilab berdi. Tuxum degan chegara rayon. Zahf degan harbiy yurish qilish. O'mlashgami bo'ldi. Harbiyga kimga o'mlaydi yoki ot chaptirdi, unda qilib ilgirlaydi-ku. Harbiy ilgirlash, harbiy yurish qilish. Tuxum desa bu arabcha tuxum degan so'z ekan. Endi o'xshab qolasiz. Bir qadamda istayqiz desa bir sabab so'z. Voy, arabcha qildim so'z ekan. Deganda hozir jon, falan jon deb so'z bulandı bo'lmamdo desa, bu jon degan bu jin degan so'z. Voy bu arabcha so'z bo'lsa bu. Bakan arabcha qilib, andin bu Bombayda da cheklab qoladi. Günler bu bulmaymaya çünkü nar diyen bu dozak. Oy bu erçsin bu misal. Nar diyen ananı değil bu. Bu Farsça tilde neredeydi? Türkçe neredeydi? Günler diyen anar gülü diyen buldu. Bu dozakla münasip yok. Bakalım erçsin olken كأحسن ما يضعه رئيس دولة لقواته وأجناده. أجناد يعني شو لشكر الله قوش الله شوف سالته. Demek leşkerlerge, kumandanlarga bir devlet reisi belgilep birdiğen kanun belgelemini en yaxşı şekilde belgilep bergen. Fe'ertelen medede ilal Irak. Öyle belgilep birer Irak'a hemdemiş koşullarını iler. Ve aleyhi Ebu Ubeyd ibn Mes'ud el-Thaqafi. Ve aleyhi gençim hemdemiş koşulunun kumandanlığı kadar gen bu çünkü. Ebu Ubeyd ibn Mes'ud el-Thaqafi kumandan bıraktı hemdemiş koşulunu.
وعلمه كيف يستشير مجلس الحرب الذي معه. Yana harbiy majlis üzülen billoğan aşkumandarlardan terkip tapkan harbiy majlisçilerini, serkerdirlerini kanda kenashga chaqirib ularning maslahatlasini yetgan. Va kayfa yuqdimu fi mawdi'il iqdam. Yana qanda jasorat o'rnilab qolsa, qanda ilgirlab oldirmash va yatarayyasu fi mawdi' tarayyus. Sal o'zini tutib olgan, to'xtab turgan ahvolda o'zini to'xtalash, mushularni o'rgatdi. Wa kataba li Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ba'da ikhtiyarihi li harb Faris. İranlıklar Fırslar bilan urushni qaror qilgandan keyin Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhuga maktub yozgan. Va fi kitabihi lahu qabasun min hadha al-ma'na. Sa'd ibn Abi Waqqasga Hazrat Umar yozgan maktubida yuqorida aşı mazmundan bir parcha bor. Bir parcha shola, ha? Qabas degan o'tdan bir parcha. Bishihabin qabasin deb Qur'onning Karimda. Hazrat Musa alayhisolamniki Atikum bishihabin qabasin la'allakum tasqalun. Demek o'tdan bir parchada bir cho'g'ni olsak bu qabat bo'ldi. Demek shu ko'rsatmalardan ashunda bir bizga o'tib turgan bir parchani kesib olsak, ashunda bor edi. Sa'd ibn Waqqasning yozgan maktubida bor. Elib ko'rib boqaylik. Ama adabiy tildimi ba'zi bir mazmunni boshqa bir odam yozgan bir maqola, bir adabiy asarga bir mazmunni bir abzasiya, bir jumlani kesib edib biz maqolamizga kirishtirib bersak bu iqtibos deymiz. Qalamning asarni bunda oldim desak bu iqtibos bo'ldi. Qalam asarni oldimda bir abzasini bir batni shundan ko'chiriblam o'zimizning yozgan narsani qilsa adabiy o'g'irlik bo'ldi. Sarqa adabiyya deydi. Uyg'urchada mana shunday biznes deyish mumkin. Adabiy o'g'irlik. Boshqalar yozgan kitobini mayazindab nashr qilib oldi Alloh. وقبل أن يضع دستورا للولاة والدرغا حاكمlarga asas qonun bekitishligini وضع دستورا لنفسه üzüşün qonun bekitayotgani. Qiwamuhu anna al-hukma mihnatun lil-hakim. Bu o'ziga bekitgan asas qonun nimadan iborat ekan? Hukm degan hakimga nisbatan bir sinaq, mihnat, imtihon deymiz-ku. Mihnat degan bir sinaq, sinaqdan iborat. Ve mihnatun lil mahkumin. Mahkumlar uchun bu yanada bir sinaq. Ve ennehu la yasluhu illa bi shiddatin la jabariyata fiha. Bu hukm faqatlan kishilarni zo'rlamaydigan shaklda sal qattiqroq tutishni taqozo qiladi. Ashundan ondan bu yaxshi ma'noda. Lekin odamni majburiy zo'rlaydigan, besimishlikdigan shaklda emas. Besimishlatmay, zo'rlamay, lekin sal chinroq tutamiz. Shunda ondan bu hukm ishlari yaxshi ma'noda. Veleynin la vahana fihi. Yani acizlik olmagan yumuşaklık bilan. Demek acizlik yok halatda yumuşak bo'lgan gap. Zo'rlik va besim bo'lmagan holatda saçınroq tutish kerak. Wa anna al-khalifata mas'ulun an wilatihi wahidan fi kulli kabiratin wa saghira. Yani xalifa valilari qarta olsun, kichik olsun har qanday ishda ashuldan bir-birlab o'zi mas'ul. Demak, ashul valisi bir chadaq istesa, ashul mas'ul. Çünkü musulga vakolatdan qildi buni. Ashvali uning vakili ekan. La yu'fihi min al-lawm annahu ahsana al-ikhtiyar. U yaxshi tanlab, odamni tanlab qo'ysa, u keyin chadaq chiqarsa, uning topilmalardan uni qutuldirib qo'ymaydi. Qala yawman liman hawlahu atrafiga bizga bunda debdi. Hazrat Umar. Ara'aytum idza ista'maltu alaykum khayru man a'lam. Aytinglarchi deyimda, ara'aytum degan aytinglarchi. Araytum ya aytinglarchi degan bo'ldi. Yani siz ko'rdingizmi deganda lekin normalda aytinglarchi degan. Araytum idza ista'maltu alaykum khayra man a'lam. Men eng yaxshi deb qaragan birisini sizga vali qilib tayinlasam, hokim qilib qo'ysam. Bir shahar boshlig'i, naib boshlig'i qilib, thumma amartuhu bil adl. Andan nuqatan adil bo'lgan, zulm qilma deb uni buyursam dedi. Akuntu qadaytu ma alayya. Mening bo'ynimga majburiyatni ado qilgan bo'lamdan. deb Hazrat Umar so'rasa, xalqning debdi, "Na'am" debdi. Bu sizlarni qildiqashni qillar. Hamman joyda qilgan bo'llar. Sizlar mas'uliyat tutaydi. Esa Hazrat Umar debdiki, "Ya, hatta andura fi amali." Ya, mana yaxshi deb qaragan odamni bir tanlab, tayinlangandan keyin uni yana tabulayman dedi. Tabulagandan keyin yana mas'uliyatim tushmaydi. Aqiga ishtirni kuzdiman dedi. "A'amila bima amartu amla." Qiga ishi qarab
Yani men tapılgan boyusu işitdimi, tutmadımı deb, yani onu qaramasam bulmaydı. ومن أوائل عهوده في بيان الحق الذي يرشح الحاكم لولاية الحكم أوائل عهوده دسلبك دوردا yani xalife olab dastlabda tahat. Yana xalife bo'lgan chaqda bir hokimni mushu huquq tutishga nomzod ko'rsatadigan qanday sifatli bo'lsa bo'ladi degandek o'lchamni bayon qilib turadigan, ha? Mushu nutqida bunda degan edi. Ya yunnas, ey xaloyiq, inni qad wullitu alaykum. Men sizlarga boshliq qilib tayinlab qoldim, ha? Sizlarning ustinglardan xalife bo'lib qoldim. Xalife qilindim dedi, wullitu. Yani musulmonlarni saylab qo'ydim dedi. Laula rajai an akuna khayrakum lakum nawada. Men sizlar uchun sizlarning aranglardan chiqqan eng yaxshi bir amalda bo'laman degan umidim bo'lmaslikda, umid qilsam ham va aqwakum alaykum. Yani sizlarga qarta ishsa sizlarning eng kuchliqinglar, eng jonliqinglar bo'lash va ashaddakum istidla'an bima yanubu min muhimma umurikum. Sizlarning ishlaringlarning muhimlaridan anda uchun chiqib qoldigan har xil eg'ir sinoq balay afat, mujinda ishlar qaraganda sizlar ash ishlarni, eg'ir ishlarni ko'tarib bardosh qilishda eng chidamliqinglar bo'lashni umid qilmaydigan bo'lsam, ma walitu zalika minkum. Sizlarga boshqilgan mush mansabni men qabul qilmagan bo'libdi. Ya'ni men bunda umid qilman dedim. Sizlarning aranglardan chiqqan, eg'ir ishlarni ko'taradigan, unda sizlarga sizlarning aranglardan chiqqan yaxshilik qiladigan bunda adam bo'laman deb umid qilaman. Shuna ma'no qabul qildimmi mansabni? Agar bunda umid qilgan bo'lsam, qabul qilmagan bo'libdi. وصرح فيما لا يحصى من الخطب والأحاديث nurg'unlagan qaranglarda, nutqlarda, yani sanoqsiz la yuhsa sanog'lanmaydigan ko'p xutba, nutq, so'zlarda aniq ifodaladi sarraha degan. Hozir xava anlasangiz shu bayonotchi alana tasrihat deydigan. Va sarraha qailan deydi. Bayonot e'lon qildi degan bo'ldi, aniq ifodaladi degan bo'ldi. Enne lahu alayhim haqqut ta'a. Aniq ifodalab qo'yibdi. Nurg'un nutqlarda, so'zlarda qanday bayon qildi? Qur'on ganında taat qilish majburiyati bor xalifaga. Nima? Fima amaralloh. Alloh buyurgan ishda. Qanday ishlarda bo'lsa, u ma'siyat shunda taat qilish. Alloh buyurgan ishlarni buyursa xalifa, g'ing qilmay itoat qilish majburiyati bor. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Chunki Alloh taolaga gunoh bo'lgan ishlarda maxluqqa itoat qilish yo'q. Gunoh ish buyurib qolsa, o'sha taat qilmaymiz. Hadis ham shu. Hadisdan o'rsin shu. Va anna lahu alayhim haqqan nasiha walau adawhu fiha. Yanamda lahu alayhim degina yana xalifaning haqqi bor edi. Fuqarolarning ustidan. Qanday nima? Nasihat qilish haqqi bor. Ya'ni nasihat qilish fuqarolar xalifaga nasihat qilish kerak. Walau adawhu fiha. Yani xalifaga adab qo'ygan nasihat o'zimiz qilib, qo'llar qo'ldan nasihat o'zimi nasihat qilish kerak. Yani xalifaninki fuqaroning nasihat qilish haqqi bor. Nasihatiga erishish haqqi bor. Shu fuqaro nasihat qilish kerak. Wa min zalika riwayat al-mashhura allati sa'ala an-nas fiha an yadulluhu ala iwaji. Yani bir mashhur rivoyatda bu Hazrat Umar fuqarodan men agri qing'ir-sing'ir ketib qolgan, xato qilgan bir joylarim bo'lsa, ko'rsatib qo'yinglar deb so'ragan. Avval degan agar buyurdik, yadullu degan ko'rsatib qo'y, dalolat qilish. Mening aybimni, xatoligimni ko'rsatib qo'yinglar degan bir rivoyat bor. Faqala ahadum shu so'rinda fuqarodan biridan debgan, "Vallahi law alimna fika wijajan laqawwamnahu bisuyufina." Navada senda bir agri bugurlar ya anda çatak xatolikni ko'rib qolsak, qilishimiz bilan to'g'rilishdi. Yani sen unda xatolik ko'rmdi. Agar ko'rgan bo'lsa, qolsa ya tumayding. Bilibdi. Bu bunda erkin davlatda, islom davlatiga bunda erkin davlat. Hokimga bunda qurollar aniq gapini qila oladigan davlat. Fahamidalloh an ja'ala min muslimina man yuqawwimu wijaj amara bisayfihi. Ma masadir al-khumati istighfar تعمل تعلم مثلا مشلم مثلا ما همزة توصل همزة لا أقصد فور ما مثلا من يقوم إعوجاج التكفر ما
Sonra bu sözden anladık Hazreti Ömer Müslümanların işide Allah Teala Ömer'nin şunda hatalıklarını kılıç bilen tuzlab qo'ygan musulmonlarning qiyganligiga Alloh taolaning shukr aytdi, hamd aytdi. Yani bo'lsa bizning aramizda bunday ishlar bor ekan. Agar bunday ishlar bo'lmagan bo'lsa ishlatdi. Sonra Hazrat Umar shu voqea qilgan la khayra fiyya illam aqulha. Men bunda desam, menda xayrli bo'lmagan bo'ldi. Sizlardan mening javobim bunda desanglar, yani nuqawwimu bisyufina desanglar, sizlar xayrli bo'lmagan bo'ldi dedi. Amma dasturul vulati indahu anda shu Aziz Umarning nazarida valilar, hokim, shahar boshlig'i degandek bunday amaldorlarningki rioya qilgan asad qonuni ekan, qanday narsaga rioya qilish kerak ekansa, fa asasu anna al-vilayata tamyizun bil wajib wal kafa'ati wa laysa tamyizan bil wijahati wal istila. Bu vali degan valida birodam tanlab bu amal tutishgan mecburiyet, mesuliyet tarafından başkalardan bir ayrış, yana iktidar cihattan başkalardan ayrışın ibaret. Öyleyse temizden bilvecahati ol istallah. Mağın yüzü abruylıkta mağu, ya ki mağu sen üstürek edemde, tabi bunda ayrışamaz mı? Mağu aşı vecibine odisini çıkarlaydı, iktidarı var da ayrış. Yana andın, mağın bunda mesuliyeti var da andın valideyiniz. Mesuliyet var. Bunun şunun mesuliyet tarafta işini caiz ada qiladigan iqtidori bor. Shundan iborat edi. Fakan yaqulu lil vali, shuna valilarga undakda iftah lahum babak. Fuqarolarga ishingni ochib qo'y va bashir umurahum bi nafsik. Ularning ishlarini o'zing hal qilib tarafqa qaysidan chiqqan. Fa innama anta rajulun minhum. Chunki sen ham faqat shulardan bir odam. Alloh bir osmondan tushgan emas. Sen şulardan çıkan bir fukra. Lekin şularning xizmatini qilgan bir xodim. G'ayra annalloh ja'alaka asqalahum himla. Taqallamda seni Alloh taolo butun fuqaroning ichida mas'uliyatda juda ig'roq bir odam qilib qo'yib bersa xolos. Undan boshqa ortiqchilik yo'q. Va kana yuhsi amwalahum qabla al-wilayati liyuhasibahum ala ma zaduhu ba'da al-wilaya. İslam tuzumida Hazrat Umar shu ikkinchi tuzumda bu pulni nereden topdingiz degan bir pul. Bu pul sizga nereden keldi? Rasulullohning zakat to'plashga birisi ilayotgan chog'da shak zakatni to'plab kelib, mana o'zlariga topshirilgan zakat, fuqarolar to'lagan zakat, mana hadiya qilingan nasibda degan chog'da nima degan? Onasining adasining o'yinida o'tirib qolsin, qani hadiya kelingan. Bu faqat shu qodir o'g'az kelgan hadiya bu yoki para. Rasululloh haqqilagan. Demak, bir sene mesela mansab tutishdan ilgari, hokim bo'lishdan ilgari, vali bo'lishdan ilgari 1 million pul bor ekan. Mansab tutdi, 4 yil, 5 yil tutgan ekan. Normal ba'zi bir tijorat bilan yo so'g'islamında ba'zi bir normal ishlar bilan 1 millionni normal azroq olgan bo'lsa, mayli. Uni qanday olganligi aniq. Ya miras qopdi, ya boshqa bir ya tijorat qildi. Lekin hech qilmay mirosni kep qolmadi, boshqa shomay bu 1 million qachida 15 million bo'lib qolsa, makronimizda uni musodir qilib intizom tekshirish komiteti deydi. Taftish. Hozir ma'lumda bir valiyni shunda huquqda elayotganligilar, shunday qilmas. Makronda bir sektorni qilib, huquq tutishligiga qo'limizda 1 million hisob ekan. Huquq tutgandan keyin 1,5 million bo'libdi, maoshni hisob qilgansiz, abot mayli. Ya'ni bir hisob 1 million iqtisodi va bu 2 yil mansab tutgandan keyin 20 millionga olib qoldi. Ma'lum 19 millionni men qaritayanda Makkada musodir qildi. Bu xalqningki qantarni yivagan gapim. Liyuhasibahum ala ma zaduhu ba'da al-wilaya. Bak bir valini vali qilib tayinlagan chog'da valilik mansabga o'tirishtirishga iqtisodini ezib qo'yganlar. Hisoblab qo'ygan. Nima uchun hisoblab qo'ygansa, amal tutib huquqdan tushgandan keyin qanchalik pul oldi shuni hisoblash uchun. Mimma la yadkhulu fi i'dad ziyadat al-mu'tadila. Odat normal ahvolda azroq olganda hisobga u mumkin. Ashunda doiraga kirmaydigan planlarda
olib qolgan yoki shunda davlat nomida o'g'ilgan qo'ysagan farqorliq bunda ishlar orqali kelgan ortiq molni ayirish uchun tayinlanganligidan o'tirishligida mol mulkining hisobini qo'ydi ekan. ومن تعلل منهم بالتجارة لم يقبل منه دعواه لأنه كان يقول لهم بعضا يوم من تجارة قلدم نموذج شركتlerim var man kirim ticaretimi qo'shim kirib turibdi deb bunda bahona ko'rsatsa ta'lilgan bahona ko'rsatilgan bahonasi qabul qilmaydi. Da'vo degan endi da'vo qilib tursa bekor. Chunki Umar ularga bunday aytdi. Innama ba'atnakum wulatan biz sizlarni vali qilib yubordik. Valam nab'atkum tujjaran. Sen ticaret qilib yubormagan. Sen maash o'tirib tursan, sen ticaret bilan shug'ullansan, xizmatni to'liqlanmaysan. Sen to'liq vaqtini chiqarsan, maoshini olsan. Deb bunda vali qilib tayinlab yubordik. Va kana yarsullahum ar-ruqaba'a wal-uyuna min hawli. Valilarga nazoratchi, taftish va jasuslarni kuzatishga qo'yib qo'ydi. Uyun degan jasus. Ko'zlar qilgan kishilarga nazoratchi qilib qo'yib qo'ydi. Kuzatish qo'ydi, akraz qilishda degan. Liyuballighuhu ma yadhharu va ma khafiya min amrihim. Ashu valilarning maxfiy ishlari bo'lsin, oshkora ishlari bo'lsin, hammani yetkazib turishi. Hatta kana al-wali min kibar al-ulati wa sigharihim yasha min aqrab an-nas ilayhi an yarfa'a nabahu ila al-khalifa. Hatta ki valilarning cho'nglari bo'lsin, kishilari bo'lsin, eng yaqin kishidan ansiraydigan bo'lib qolgan. Chunki buning ba'zi ishlarini xalifaga yetkazib qo'yamiz kerak. Naba degan xabari, yarfa' degan yetkazib qo'yish. وكان يأمر الولاة والعمال أن يدخلوا بلادهم نهارا. Vali olsun, anda amaldor olsun, ular shu amal tutgan nahiya shahardan o'zga qaytib kelgan chog'da kunduzda kirsa mashaga deb buni buyurdilar. Ida qatalu ilayha min vilayatin. O'zlari amal tutgan shu diyorlardan qaytib kelgan vaqtida o'z diyori qaytib kelgan chog'da kunduzda kirsa sharinga liyadhara ma'hum ma hamaluhu fi audatin. Qaytishda qanchalik mangul ko'tarib keldi, iliq ashkari bo'lish uchun. Nechchugida oltin kumush yuklab keldi bizdan. Va yattasila naba'uhu bil hurrat wal arsad alladhina yuqimuhum ala malaqi at-tariq. Demak, uning xabari yana shu yo'l do'qmishlarda malaqi degan, yo'l do'qmishlarda turg'izib qo'ydigan nazoratchilar, arsad degan nazorat qiluvchilar va hurrat muhofizachilar, qo'g'dug'chilar shular uning xabarini undan bilish uchun yo'lda kelayotgan chog'da qo'riqlarda, o'tanglarda askarlar yoki shunday nazorat qiluvchilar falani bek hozir ya falan hokim 50 tunga mavjudlab qaytdi deb xabar qiladi. Unga navbatda topildi deb tanildi. وكان سنته إذا ثبتت على الوالي شبهة برا والغا فرتا bir shubha paydo bo'lgan chog'da Hazrat Umarning tutqayuli sunnati degan tutqayuli mitda at-tasarrufa fi bayt mal al-muslimin musulmonlarning shu baytul mal xazinasida bisarf qilibdi. An yaqda minhu al-mal alladhi zafara bihi gumonliq bir ahvol ko'rilib qolsa bu hamda shu fuqarolarning mol mulkini so'qitdi yoki davlatning mol mulkini so'qitdi degani bir gumon paydo bo'lib qolsa qanday qilar ekan? Shu qo'lga tushgan mol mulkni musodara qiladi. Shu valining qo'ldagi mol shag'lab qolsa, endi qo'lsa albatta shag'lab qolsa musodara qiladi. Ay yuqasimahu fima arba ala kasbihi al-ma'qul. Yoki normal hamda o'zi topgan maoshlardan hisob qilyapmasa, unda pulga oladigan-da. Mushunda endi sal ishib ketgan, normal ahvolda ishib ketgan tan bo'lishib o'tgan tuzum chiqadi. Bu gumon qilganda, endi qo'yib qolsa buni musodara qiladi. Kayat zuruka lahunus. Demak, tan bo'lsa bilan yerimini o'ziga beradi. Va yadumman nisfa ila baytul mal. Yerimini baytul malga ketdi. Va hada adama yujziyahu bihi min ajrin aw iqab. Bu yerim mal mulkini musodara qilib o'tish yoki shu normal kasbni ish qilganning yerimini musodara qilib o'tish bu taqa boshqa jazo yoki mansabni o'tish endi boshqa jazodan sir qilishmoq.
Belki gumon qilganligi mansabda o'tishi mumkin. Ya turmuş söylediği mümkün. Ama emrül şikayeti minel mazalimi hem de zulümde şikayet kılış işlerini kelsak fekânet sünnetuhu fihi tahkik zulümne katlık inıklaydı. Tekşir, inıklap. Munda yolu tutkan. ثم الجزاء على شرعة المساواة بين أكبر الولاة وأصغر الرعية. İnıklap boğanı ki biraz zulüm ispatlık kalsa valinin en çoğunları olsun birer ülkenin valisi demek mesela. En çok vali olsun, en küçük, en aciz fukra olup kalsın. Onlar tam okşaş yolunu tutup ceza ettirir. Şer'a diyen yol. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا بِغَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ السَّيِّئَةِ وَجَزَائِهَا. Manı günahı mandara kademken bunu yengilerek cezalarıyla ya ki manı yengilerek cezalarıyla bunda vali bir cinayet kılsa bunu yengilerek cezalaydıgan cezalandı mı yengiler cezalı bunda aşamaz. Partiya azası cinayet kılsa onun cinayeti yengiler Cumhur'da. Bu adam utansa belki ölümsüzü bilinmez. Partiya azarlıkını iştiretici kılar. Yani azrak. Lakin başka adamlar cinayet kılsa ölümsüzü kılsın. O seçiciler. Ne oldu ki hemme kanun aldığı beraber. Şu kanun ilmide el-kanun amma ve mücerrada değil. Kanun ruhi misin? Kanun diyen umum buluş gerek. Mücerrad buluş gerek. Umum dediğimiz hem adam şu kanun aldığı beraber. Dağın oğulluk kıysa kolunu kesildiğin sen dağın oğulluk kıysa kesmeyen onlar. Hemmesi okşaş. Hatta hakim mi şunu söyle. Hakim mi kanun aldığı da adı fıkralı okşaştır. Şu kanun bilen cezalını yurdu hakim. Ondan Resulullah'ın hadisi mi? لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدْ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. Bulmasa o malum bir kısım kişiler cinayet kıysa oğluğa cezalanmadılar. Onda bulup kaldı. Kanun özgün kişinin yokusu koydu. Kanun bulamaydı onu. Mücerrede diyeyim anlamadı mı? Yani bu yanlış diyen oldu. Abstrakt diyen mücerrede. Bunda olurken Hazreti Ömer'in nazarında bir fukradan bir hakim veya başka bir fukradan bunda ceza ya cinayette ayrılığa çıkmandıkken فَمَنْ ضَرَبَ ضُرِبْ Uğa adam uruldan gel. وَمَنْ غَطَبَ رَدَّ مَا غُصِّبْ Birinin mal-mülkümüzden tatip ağam olsa, bulu ağam olsa bulganlar kaçırıp biriş gerek. وَمَنْ اَعْتَدَى قُوبِلَ بِمِثْلِ اَعْتِدَائِهِ Birisiga tecavüz kılıp düşmanlık kılgan olsa düşmanlıkı okşaş düşmanlık kılındı. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ قبل أن يقال إن عمر كان أكبر فاتحا في صدر الإسلام. عند Hazreti Ömer İslam'ın destek devrinde en çok futuhatçı Fatih'te deyilişinin ilgiri. En çok Fatih'te zaten. Ama şu tarihte mi en çok Fatih'lerin birisi. Çingiz Han deyimiz, Napolyon deyimiz, bu deyimiz bu. Hazreti Ömer'in en çok Fatih'lerin birisi. Bunun ilgili biz manda deyiliş gerek deydi aldıdan. İnnehu kâne yevmeydin ekbara muassisin li devletil İslam. Şu çağda Hazreti Ömer İslam devletine en çok tasdikçi deyimiz. Ve innehu essesaha alel iman. Hazreti Ömer bu devletine iman, takvadarlık, yaxşılık, insanparvarlık üstüge kurganmadı. وَلَمْ يُؤَسِّسَا عَلَى السَّوْلَجَانِ Savlacan degan aslida padişahlar unda o'tlagan sarunda o'tirgan unda unchi marjon marvoyatli qo'ndirilgan qayoq kaltak savlajan dedi. Hukmronlik kaltak. Padişahlar unda hayrat so'latni qilgan quruq so'lat deydi-mi? Demak uni quruq so'lat va hayvat ustiga qurgan emas. فكان مؤسسا لها قبل أن يلي الخلافة وينفرد بالكلمة العليا. Demek Hazreti Ömer xalife bo'lishdan ilgari va gepi o'tadigan birdan bir hokim bo'lishdan ilgari islom davlatini u allburun qurib qo'ygan. Yanfarid bil kalimatul ulya degan eng yuqori kimning so'zi hisob bo'ldi xalifaning nomi. Ayni xalife bo'lishdan ilgari gepi o'tadigan xalife bo'lishdan ilgari islom davlatini qurib qo'ygan. Va kana min yawm islamihi akhidan fi tashyid hadha al-bina alladhi tarakahu. Müslüman bo'lgan kundan tortib mushu binoni, mushu islom davlatining qurilmasini bino qilishga boshlagan. Akhir degan boshlagan. Akhirda yafalu kaza degan bu manda qilishga boshladi.
Ve teşhir degan qo'pirish, bino qilish. Yani bu binoni qo'pirish va bino qilishga boshlagan ide ash musulmon bo'lgan kundan tortib. Hada bino alladhi tarakahu wa huwa bayna duwal al-alam fi arsakh bina. U qoldirib ketgan mush bino, mush davlat, yani islom davlati dunyodagi davlatlar ichida eng mustahkam qurilgan davlat bo'ldi. Shu uzoqda eng mustahkam holat qoldirib ketgan islom davlatini. Rasulullohning bir hadisida men bir tush ko'rdim dedi. Tush ko'rsam quduqdan Hazreti Abu Bakr su tortdi. Azroq bir muddat tortgandan keyin undan Ömer tortdi. Ömer tortini qarasam unda baklama shu canliq ravi tortdi dedi. Men bunda su tortadimni ko'rib qoldim. Aqariyan yana shahidistim bor. Manda sulqlan su tortadimni ko'rgan. Ve 10 yerim yüzdek qilib bo'lgan jarayonda islom davlatini u tarixdan ustun ko'rib boqmagan shaklda shunda ilg'ab tuzum bilan barpo qilib o'tgan. Xalifaligiga ishoratmi? Ha, xalifaligiga ishoratdir. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Ma'niki yangi o'rgangan so'zlarni hammani daftarga yozib, urdunda uyg'urchasini bilib, aşın kişiye bırak. Tavşırık şu olsun.